Ha? Hisobingiz bormi? Ertalabdan beri 8 marta kiribsiz. Ha nima qiling, qornim og'riyapti-da. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Obedgacha 78 minglik qilib qo'yibsiz. Sho'chib qo'yilmagan mashit qoluvdi o'zi. Ovqat qilmaysanmi? Ha, boya obedda yedik-ku. Ujum bo'ldi, qorin ochqadi. Ha, katta yeng. Keyin kirib katta, ha? Shu mehmonlar yetmay turuvdi. Bugun sho'chib portlab ketar ekanda. Bir mehmonga borib kelaylik deb sizlardan. Olinglar. Agar vijdoninglar yo'l qo'ysa. Bor yugur kirib chiq. Boshlandi. Mayli, yosh bola-yu. Uzoq 1200 so'm. Oyi, endi men kirib chiqay. 200 ming. Kamida. Dadasi sizmi? Nima deysiz? Kirib ketganingizga yarim soatdan oshdi. Ko'rpa to'shaq qilib yotib oldingizmi? Chiqing. Nima deysiz? Telefonsiz kirib keting dedim-ku. Hozir chiqmasangiz agar buzib kiraman. Tinchlikmi? Hozir to'xtang. Bo'pti dadasi, 1 soatda qaytaman. Yaxshi bor, salom ayt. Xayriyat, endi bemalol. Onasini emsin, bolaligimdagi dalalarni qadri o'tyapti. Assalomu alaykum. Qarzdorliginglar bor ekan, to'laverasizlarmi? Qanaqa qarzdorlik? Svet, gaz, musul, suv hammasini to'lab qo'yganmiz. Yo'q, anaqa qarzi. Bor oyligim shunga ketar ekanda. Qarindoshlaringiz ham kamroq kelsin-da. Bo'ldi aka, qarzinglar qolmadi. Aytgancha, tualetingizga kirib chiqsam bo'ladimi? Ha, kim bor? Sovchilikka keldik. Sovchilikka? Dadasi? Sovchi keldimi? Uf, yanami? Yes. Voy, o'rgili. Bilaman, sovchilikka kelgansizlar. Kiringlar. Dadasi. Bugunni o'zida 4-chi. Shuning uchun men senga darvozani qulflab qo'ydim. Biling, уже z. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kepsizlar. Voy, qizimiz shunaqa aqlli. Shunaqa odobli, shunaqa tarbiyali, ayniqsa parasati zo'rda. Ukajon, ber, ko'ylaging kirib bo'pti, yuvib beraman. Opa, o'zi xos kiydim-ku. Ber dedim senga. Yaxshi ekan, opa. O'zi nima ish qiladi qiziz? Medin stock edi. Voy, zo'ru, kontraktmi yo budjetmi? Kontrakt. Super. Ha, unda qiziz bitirib qolgandir-a? 1-kurs. Voy, qizlaringda budjetda o'qiydi deb eshitdik. Ha, endi teshik quloq eshitadi-da. Nima ham uni yuvmading? Opa, bu sizni kosingiz-ku? Kerak bo'lsa yuvasan, tushundingmi? Tushundingmi, jipiroq yuv. Eshitdinglarmi? Bu hali yarmi. Mana shu ukasini qulog'ini cho'zirib, shalpang quloq qilib qo'ygan. Kuyovda onasi kim? Yopishtiradi shonuri. Qiz balani qaysar bo'lgani yaxshi-da. Muhimi kiradi-ku. Voy, qizimiz 18 yosh bo'lgan bilan qo'lidan hamma ish keladi. Voy, ovqatlarni aytmaysizmi? O kekslarni ham pishiradi. Ha, lag'mon ham iladi quloqqa. Cho'zadi. Bo'lmasa biz O'zidan so'ramoqchisiz. Qizim, nima deysiz? bilmadim, sizlar nima deysizlar shu? Qizinglarni bir ko'rsak bo'ladimi? Bir cho'nab kelsin. Iloji yo'q. Choy damlashni bilmaydi. Uy ishlarida vashshi nol. O'zimiz o'rgatib olamiz, yo'q demanglar. Yammas shurakansizlarda, lekin. Oshga tushgan pashshaday. Ana itgan tur desa ketadi. Tur. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar ketmayapsizlar. Bolalikdagi hayit bayrami. Arafa kuni hammanikida osh qilinardi. Yema qalamchasini, yomon bo'ladi. Hamma uyda osh qilinishini bilib turib ham bir-biriga osh chiqarilardi. Osh olib chiqilgan idish ham hech qachon bo'sh qaytmasdi. Oyim berordilar. Rahmat. Bu ham osh ekan u. Uzoqdagi qarindoshi uyiga osh olib borish unchalik yoqmasdi. O, Karim tog'amniki men olib boraman. Men olib boraman. Agar u ko'p hayitlik beradigan qarindoshi bo'lsa, borish hattoki talash bo'lardi. Ertasi kuni har xil oshlardan iborat mix oshni oying isitib, vaqtli nonushta tayyorlardi va bu oila davrasida boshqacha ketardi. O'sha kuni eng qiziydigan joy bu qo'y bozori bo'lsa kerak. Aka, bu kichkina-yu. Ukam senga so'yganimi yo uylanmoqchimisan? Umrida supurgi ushamagan ayrim qizlarga o'sha kuni o'zini ko'rsatib olishga imkoniyat tug'ilib qolardi. Assalomu alaykum. Yuring aka, bo'ldi, nima qilyapsiz? O, sen nech pul yig'ibsan? Mashincha. Men buning 2 ta qilib beraymi? Mana, bu 2 ta pul zo'rda bu. To'plagan hayitligimizni hisoblab bir-birimizga maqtanardik va 10 ming pulimizga 100 minglik plan qilardik. Va baribir oxirida oladigan narsamiz aniq. Xo'rozqand, olmaqand, bodroq va hokazo. Baribir bolalikdagi bayramlarning fayzi boshqacha bo'lardi, nima deylar? Yoshlik sani o'ylamagankan. Mana aka, og'iri bilan. Unga og'iri, bunga og'iri. Oilamizni bankrot qilasiz-ku. Assalomu alaykum aka, kartoshka bormi? Ha?
Yo, kartochka yo'q lekin. Mana bu tennis koptok. Mana bular tarvuz. Mana bu uzum. Kartochka yo'q lekin. Ha? Mayda pullarni ajratyapsiz, tinchlikmi? Ha, aravaga, parkovkaga. Ha, nos bilan sigaretga ajratayotganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz. Qani tezda bering. 10 minglik piyoz berib yuboring. Aha, bo'ldi. 13 minglik bo'libdi. Shuni 15 qilib yuboring-ya. Ha, mayli. Qarang, 17 minglik bo'pti-da, tek 20 mingni qilib bera qolaylik. Maylimi? Xo'p. Qarang, bir qop bo'lib ketdi-da. Aravadamidingiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Voy, как раз kelib qolding. Machirganlarni olib qo'ygandim. Menga qarab pochchang ko'rmasin. Bundan ham avval bor, tez bor. Amakim o'g'limi kakras mamtaga eskirganlarni berib yuborsam bo'lar ekan-a? Voy, dadasi, bu yoqda eskirgan chiriganlar yo'q, hammasi sotiladigan pulga. Aytgancha onasi uyga produkta kerakmidi? Ha. Shu yerdan ola qolamiz, tayyor. Yo'q, bu yerdan olib nima qilasiz? Chiqishda olamiz. O'zimizda qimmat-ku, qiziqmisiz? Hey, hozir kelaman. Ha, endi qayerga ketyapsiz ishda o'rtasida? Ko'nitka. Voy, ozgina sabr qiling, dadasi. Jinnimasan, qanaqa sabr qiladi? Ha, bo'pti. Mana buni oling unda. G'alati emasmi? O'sha yerdagi musorga tashlab o'tib ketasiz, qizarasiz. Tavba qildim, gapingizni qarang. Voy bolam. Yo'q, o'lganim yo'q, vahima qilmanglar. Senga nima bo'ldi bolajonim? Shu ozgina tomog'im og'riyapti-da. Voy tomoq og'riq bu vahshiy xavfli kasallik. Sen yugur aptekaga. Kelin, yalpayib o'tirishingizni qarang. Boring, tez yordam chaqiring. Hozir bolam o'lib qoladi. Oyijon, qarang, men nimagadir mazam bo'lmayapti-da. Sog' kuningiz bormi? Xudo menga g'irt kasaldan qiz bergan ekanda. Ha, nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim, oyijon, mana havodanmi boshim shunaqa qattiq og'riyapti. Men pochkamga ham kimdir tepib tashlaganga o'xshab sanchiydi. Yuragim ham bir urmay ham qolyapti nazarimda. Keyin mana ichaklarimda 3 kunlik ovqat aylanib yuribdi. O'lib qolaman. Ha, hech narsa bo'lmabdi-yu, otda ekansiz. Boring, ishlarni qiling. Dorilaringni vaqtida ichyosanmi, bolam? Oyi, men yaxshiman, ichim doriga to'lib ketdi. Bu sahal kamroqda yana bir ikkita dori ichsang tez tuzalasan. Dori olaverib pulam qolmadi-yu. Ha, meni pensiyam bor. Nariyoqqa qarab tur. Oyijon, rostdan ham toza mazam qochyapti-da. Siz ham bir yomon vahimachi ekansizda, kelin. Bitta yarimta dori ichib olaymikin-a? Doriga pulni enamnikidan olaman yo o'zimni sotaymi? Ani pensiyangiz bor-ku? Mana pensiya. Voy o'li, nimaga o'rningdan turding? Kir uyga. Oyi, bo'ldi, men yaxshi bo'lib qoldim. Ha, yo'q, rostdan yaxshimisan? Ha, soppa sog'man. Ha. Unda bir yana 3 kun yotsang yaxshi bo'ladi. Dadasi. Oyijon. Uf, yana nima balo bo'ldi? Haligi men voy o'li. Voy hushidan ketdimi? Rostdan mazasi yo'q shekilli. Bor mashinangni yurg'iz. Ha, bo'ldi, doktorga olib boraman. Ha, yo'q, qanaqa doktor? Oysiniki tashab kelasan. Sudralmasdan tezroq yuring. Ana uni qara. Ho'kizda erkak cho'chqaga o'xshab valasab haydab olgan, yonida bechora xotin piyoda ketyapti. So'qin. Latta, melikni xotiniga mindirib qo'yib, o'zi duxuni berib piyoda ketyapti. So'tak. Qul. Ossang bo'lmaydi, men buncha og'irsan-a. Odam befarasat bo'lsa ham qiyin-da. Belik bechora sinib ketaman deyapti, ana ikkalasi yalpayib cho'chqaga o'xshab o'tirib olgan. Mol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapirmayman deyman, majbur qiladi. Tayyor belik turib, ikkita tupoy piyoda ketyapti. Ha, qo'y kallalar. Bo'ldi qillaring ta'ziya bo'lyaptimi? So'nggi qo'ng'iroq kuni nimalar bo'ladi? Beparasat shimimni bosding. Bu o'sha 1-sinfda ishtoniga boplab qo'ygan o'rtog'ing. Sochimga tegma, mol. Bu esa 3-sinfda bitlab ketgan sinfdoshing. O'sha kuni qizlar palon menga yarashmagan makiyajlar qilib kelishadi va 10 minutdan keyin bu makiyajlardan asar ham qolmaydi. O'g'il bolalarning esa sochidan boshqa ishlov beradigan joyi ham yo'q. Aytgancha o'sha kuni sartaroshlar bilan salonchilar soqqan tagida qolishadi. Bolalar bir oy ezilib raqs o'rganishadi, lekin tabiiyki o'sha kuni 4 kishi 5 xil o'ynaydi. Juda ko'pchilikni 11 yil davomida ushalmagan orzulari ham aynan shu kuni amalga oshadi. Davay, kim qoldi? Tez chiqaraydi. Bu kuni bitiruvchilar uchun nafas olish ham pulliga o'xshaydi va bu rasxod bayramiga uydagilardan pul olish ham azob. Yozishni jini suymaydigan qizlar bu yoqqa erinmasdan yozishadi. Maktabda qoldirolmagan izini sani ko'ylagingda qoldirmoqchi bo'lishadi. Sani xayolingdan esa faqat bitta narsa o'tadi. Uydoyingga qanaqa qilib javob berish. Bitirish hammani xafa qiladi. Bolalar xafa bo'lmaylar. Ustozingdan tashqari. Menga qaranglar, hech kim yo'q bo'lib ketmasin, yig'ilib turamiz, xo'p? O'sha kuni hamma sinfdoshlar bir-birlariga xuddi shunaqa va'dalarni qop-qoplab berishadi.
Nima bo'lganda ham 11 yillik jonajon maktabingni tashlab ketish oson emas. Va keyingi hayoting davomida uchraydigan har qanaqa do'stlaring hech qachon sinfdoshlaringdek bo'la olmaydi.